Va nihoyat O'rgimchak odam yangi kun filmining ikkinchi treyleri ham taqdim etildi. Lekin biz haligacha birinchi treylerni tahlil qilganimiz yo'q. Shunday ekan bugungi video davomida to'liq ikkita treylerni ham tahlil qilamiz va bundan tashqari O'rgimchak odam maxluqqa aylanyaptimi? Barcha yovuzliklar ustida kim turibdi? Xalqning bunchalik kattalashib ketishiga nima sababchi bo'ldi? Kabi savollarga ham javob olasiz. Shunday ekan siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Bilamizki, oldingi filmdagi Doktor Strangening sehri sababli bu safargi filmda O'rgimchak odamning Peter Parker ekanligini hech kim eslay olmaydi. Lekin sehr shunday ishlaganki, barcha O'rgimchak odam kimligini unutib yuborish bilan birgalikda Peter Parker ismli inson borligini ham mutlaqo unutib yuborgan. Masalan, treylerlarda ko'rishimiz mumkinki, hattoki uning O'rgimchak odam bo'lishidan ancha oldingi do'sti Ned ham u bilan boshqatdan tanishmoqda. O'rgimchak odamning 4-filmi bizga yoqadimi yo'qmi? Baribir hamma narsa uning oldingi filmlari bilan bog'liq bo'lishi aniq. Yana ustiga ustak film davomida Jazolovchi, Daredevil, Jean Grey, Hulk va yana ko'plab personajlar qatnashadi. Demak, bu filmni ko'rishdan oldin oz bo'lsa-da ular haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz zarur. Bu borada esa sizga Honplay ilovasi yordam beradi. U yerdan siz O'rgimchak odamning barcha filmlarini, Jazolovchi hamda Daredevil seriallarini va ko'plab yangi premyeralarni reklamalarsiz hamda yuqori sifatda topishingiz mumkin. Ilovani esa App Store yoki Play Market orqali yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Birinchi treylerda ko'rgan edikki, O'rgimchak odam Ned va MJning MIT, ya'ni Massachusetts texnologiyalar universitetidagi ilk o'qish kunidan Nedning o'z Instagram sahifasiga yuklagan videosini ko'rayotgan edi. Ikkinchi treylerda ham u Ned va MJning Instagramga yuklagan videosini ko'rayotgan ekan. Lekin bu safar ular video davomida universitetni tugatish uchun ularda faqatgina so'nggi semestr qolganini ta'kidlashdi. Bu shuni anglatadiki, ikkala treyler davomida kamida 3 yil vaqt o'tgan. Ya'ni u uyga yo'liq filmidan keyin 3 yil davomida yolg'iz shaharni mayda bezorlardan tozalab keluvchi O'rgimchak odam bo'lgan va biz bundan bilishimiz mumkinki, birinchi treylerda ko'rsatilgan ko'plab kadrlar flashbacklar bo'lgan. Shahar kalitining unga topshirilishi, bumerang hamda tarantula bilan bo'lgan jang sahnalari va mana bu sahna ham katta ehtimol bilan filmning asosiy voqealaridan ancha oldin allaqachon bo'lib o'tgan. Aytmoqchimanki, bu sahnalar albatta film davomida bo'lishi mumkin, ammo O'rgimchak odam tomonidan tezda qisqacha qilib aytib o'tib ketiladi xolos va bu personajlar film davomidagi asosiy voqealarga umuman aralashmaydi. Ikkala treylerlarda ham ko'rdikki, O'rgimchak odamning ko'z rangi mutlaqo qora rangga o'zgarib, o'zini nazoratdan chiqarib yubormoqda. Bunga esa albatta Michael Mando ijrosidagi chayon personajining zahri sababchi. Biz bu personajni ilk bora O'rgimchak odam uyga qaytish filmida ko'rgan edik. U o'sha filmda titrlardan keyingi sahnada ko'rinish bergan hamda u O'rgimchak odam sababli qamoqda ekanligini, u yerdan chiqishi bilan undan qasos olishini aytgan edi. O'rgimchak odam yangi kun filmida esa uni kimdir chayon kostyumi bilan ta'minlaganini va O'rgimchak odamdan qasos olish imkoniyatini yaratib berganini ko'rishimiz mumkin. Aslida umumiy olib qaraydigan bo'lsak, Andrew Garfield hamda Tobey Maguire ijrosidagi O'rgimchak odam filmlarida biz chayon personajini ko'rmagan edik va bu filmda biz u va uning qobiliyatlari bilan ilk bor tanishib olamiz. Birinchi treylerdagi mana bu sahnaga e'tibor beradigan bo'lsak, aynan mana shu sahnada uni chayon personaji o'z zaharli nishi bilan chaqib olganini va bu O'rgimchak odamdagi haqiqiy O'rgimchak genining mutatsiyalanish jarayonini oshirib yuborganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa unga yuqori kuch, yuqori chaqqonlik, yuqori sezgi hamda yuqori idrok kabi kuchaytirilgan qobiliyatlarni taqdim etgan. Shu bilan birga unda eng ajablanarlisi xuddi Tobey Maguire ijrosidagi O'rgimchak odamda ham bo'lgani kabi original torlar ham paydo bo'la boshlagan. Treylerlarda ko'rdikki, bu torlar o'zi ixtiro qilgan sun'iy torlarga qaraganda ancha kuchliroq va cho'ziluvchanroq ekan, xuddi rezina kabi. Buni u torlarga hali ko'nika olmasdan har xil binolarga urilib yurganidan hamda adashib buzib kirib qolganidan bilishimiz mumkin. Yana mana bu sahnada u o'z web shooterlaridan foydalanib torlar otmoqchi bo'lganida uning original torlari shooterlarni devorga uloqtirib yuborganini ko'rishimiz mumkin. Lekin hamma narsani yaxshi tomoni bo'lgani kabi yomon tomonlari ham mavjud. Bu mutatsiyalanish ta'sirida ba'zida o'zini nazoratdan chiqarib yuborayotganini va ko'zlari qorayib, maxluqlashib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Yana ba'zi manbalarda biz film davomida O'rgimchak odamning to'liq maxluq ko'rinishiga aylanganini ham ko'rishimiz mumkinligi tasdiqlangan. Peter bunday mutatsiyaning salbiy ta'sirlarini oldin
oldini olish maqsadida Dr. Banner bilan uchrashadi. Chunki bilamizki, mutatsiyalanish haqida undan ko'proq bilimga ega bo'lgan inson hozircha mavjud emas. Peter Bannerdan bu haqida so'raganida, Banner unga o'zini nazorat qiluvchi qurilmasini ko'rsatib, "Meni bu qurilmasiz ko'rganingda qochib qolganing yaxshi" deydi. Bu qurilmani esa biz oldin Ayol xalq serialida ko'rgan edik, lekin hozirgi ko'rinishi serialdagi ko'rinishidan mutlaqo farq qiladi. Yana Peter undan bu mutatsiyani yaxshi tomonlarini saqlab qolgan holda faqat yomon tomonlarini yo'q qilishning imkoniyati yo'qmi deb so'radi. Banner esa tabiatning yaxshi-yomon tomonlarini ajratib bo'lmasligini ta'kidladi. Lekin biz Qasoskorlarning 4-filmida ko'rgan edik. U xalqning mushaklari va tanasini saqlab qolgan holda uning vahshiyligini yo'qotib, o'zining idrokini qoldirgan edi. Ha, aytgancha, yana treylerlarda juda ko'p bora Sadya Sink ijrosidagi Jean Grey personaji filmda qatnashishini ham ko'rsatib o'tishdi. Biroq negadir uning yuzi haligacha yashirilmoqda. U ham filmda qisman yovuz qahramon sifatida qatnashishi aniq, ammo uning asosiy maqsadi boshqa bo'ladi. Shunchaki o'rgimchak odam uning bu maqsadi yo'lida biroz xalal bergan. Shuning uchun u ham o'rgimchak odam bilan aralashib qolgan. Nima bo'lmasin, u omega darajasidagi mutant va uning kuchlari juda baland. Ikkinchi treylerda buni juda yaxshi ko'rsatib bera olishdi. Lekin negadir uning kuchi o'rgimchak odamga ta'sir qilmayotganini va bu uni izlab topish uchun yaxshi imkoniyat ekanligini aytib o'tishdi. Biroq menimcha Jean Greyning o'zi o'rgimchak odamni oldinroq topadi. Chunki mana bu sahnalarda uni o'rgimchak odamning uyida yoki bazasida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi treylerdagi o'rgimchak odamning o'rgimchak to'rlari bu xonaning hamma yog'iga otilib yotganini va u o'rgimchak to'rlariga o'ralib qolgan sahnalari ham aynan shu yerda bo'lib o'tganini ko'rgan edik. Yana Jean Grey o'z kuchlari bilan Bruce Bannerning ichidagi vahshiyona hamda ancha ulkan bo'lgan xalqni uyg'otib yuboradi. Yashirin ma'lumotlarda bizga uni bu filmdagi ko'rinishi kulrang bo'lishi aytilgan edi, ammo treylerda ko'ryapmizki, u negadir kulrang emas, qoramtir yashil rangda. Lekin uning o'lchami oldingi filmlardagi xalqning o'lchamidan anchagina katta. Solishtirib ko'rishingiz uchun, Ayol xalq serialidagi Professor Xalqning kattaligi odam bilan solishtirilganda mana bunday edi. Hozirgi filmda esa uning balandligi o'rgimchak odamning bo'yi bilan solishtirilganda mana bunday. O'rgimchak odamning Yangi kun filmidagi xalq hattoki Qasoskorlarning 1-filmidagi xalqning ko'rinishidan ham ancha kattaroq mening nazarimda. O'rgimchak odamning o'zi ham sizning bunchalik katta bo'la olishingizni bilmagan edim dedi. Lekin undagi grafika u darajada zo'r deya olmayman va bu hattoki menga yoqmadi. O'ylaymanki, film taqdim etilganida undagi grafika bundan ancha yaxshiroq va tabiiyroq ko'rinishga keltiriladi. Bu sahnadan keyin filmda aniq o'rgimchak odam va xalq o'rtasida jang amalga oshiriladi. Xalq yana o'sha o'zining afsonaviy qarsagini amalga oshirdi. Biz buni oldin Xalq 2 filmi va Ayol xalq serialida ham ko'rgan edik. Lekin tan olishimiz kerakki, bu safargisi ancha kuchliroq chiqdi va hattoki o'rgimchak odamni uchirib yuborish darajasida bo'ldi. Ikkinchi treylerda allaqachon bizga ma'lum qilib bo'lishdi-ki, o'rgimchak odam aniq uni yenga oladi va bunga katta ehtimol bilan filmdagi mutatsiyasi yordam beradi. Film davomida Punisher, ya'ni jazolovchi ham o'rgimchak odamga yordam beradi. To'g'ri, boshida ular birgalikda ishlashga u darajada ko'nika olishmaydi. Turli tortishishlar hamda kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Lekin aniq, filmning asosiy jangida ular birgalikda harakat qilishadi va mening shaxsiy fikrimcha, bu filmda asosiy yovuz ko'rsatilmaydi. The Hand, ya'ni qo'l jamoasi asosiy yovuz bo'lishadi, ammo ularning ham ustidan qaraydigan asosiy yovuz shaxs film davomida umuman ko'rsatilmaydi. Ikkinchi treylerdagi Scorpionni ham, Hulkni ham, The Hand jamoasini ham yengishda o'rgimchak odamning mutatsiyasi asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni agar undagi mutatsiya bo'lmaganida, u ularni yenga olmasdi deb o'ylayman. Hissiyotlarga keladigan bo'lsak, treylerlarda ko'rishimiz mumkinki, Ned va MJ o'rgimchak odamning kimligini aniqlashga juda qattiq harakat qilishmoqda. Ular hattoki uni kuzatib borib, taxminiy qayerda yashashi mumkinligini ham aniqlashadi va buni qarangki, Peter Parkerga qo'shni bo'lib kelishadi. Ular yangi uyga ko'chishganini bayram sifatida nishonlashadi va u yerga Peterni ham taklif qilishadi. Peter u yerda ular o'rgimchak odamning kimligini izlayotganini va endi MJ o'ziga boshqasini topib olganini ko'radi. U film boshidan to oxirigacha MJga u Peter Parker ekanligini, ular oldin sevishganligini va u aslida o'rgimchak odam ekanligini aytishga juda ko'p bora urinadi. Biroq film oxiriga kelib bunga imkon yaratilganida MJni katta xavf ostida qoldirishini tushunib yetib, baribir bu haqida aytmaydi va Ned hamda MJ uchun mehribon qo'shni sifatida qolishga qaror qiladi. Lekin balkim endi bu tomonini teoriya sifatida qabul qilishingiz mumkin. Balkim o'rgimchak odamning keyingi filmida Gwen Stacy'ni ham taqdim qilishadi va Peter MJni shunchaki do'st sifatida qoldirib, Gwen bilan yangitdan munosabatlarni qurishi mumkin. Hozirda o'rgimchak odam Yangi kun premyerasi 31-iyul sanasiga rejalashtirilgan va aynan O'zbekistonda o'zbek tilida 6-avgust sanasidan taqdim etilishni boshlaydi.
bemalol kinoteatrlarga borib ko'rishingiz mumkin. O'ylaymanki, hech narsa esimdan chiqib qolmadi. Agar unutgan bo'lsam, izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.